Assalomu alaykum. Bugun 17-aprel. Kartoshkalarning holati. Uzumlarimiz gullayapti kartoshkalar. Pomidorlar demek ko'rganmiz. Kartoshkalar mana ekildi. Bu tarafdagi kartoshkalar holati. Kartoshkalarning oralig'ini 30 cm ekdim. Noodatiy, hech kim qilmagan ishni qildim men. Nasiska urug' ekilgan kartoshkalar. Hali suv ichgan yo'q. 28-sida ekilgan oxirgisi mana shular. 28-kuni fevralda ekilgan, hali sug'orilgan yo'q. Donasi erta indinga qolib qolmay sug'orib yuborsak deb turibmiz. Yomg'ir o'tadi. O'tib sug'oramiz yo bugun erta sug'orib yuboramiz. Mana kartoshkalar. Shunday bexato chiqqan. Bu taraf mana kecha chopildi. Kartoshkalar. Kartoshkalarning holati. Kuzatib borsalaring qo'yib boraman kartoshka. Hosil endi qanday bo'ladi? Bu go'mizga ekilgan, biya go'mizga. Hamma fos solindi. Chilitra, kaliy, fosfor ozginadan solib ko'mib qo'yilgan. Hali suv ichgan yo'q. Mana ekilganiga 49 kun, 50 kun bo'lyapti. Hali bir marta suv ichgan yo'q. Faqat 2 marta chopildi. Qirib tagini turpog'i tortib. Dehqonchilikka qiziqqanlar kuzatib borsin, natijalarni ko'rsatib boraman.